Bir muxlislari podpiska ham bo'lib, layklar bosib, kommentlar yozib qo'yaveringlar. Jonli sog' bo'lsin. Ko'p kishi kuzatadi, podpiska bo'lmaydi. Layk bosmaydi, komment yozaveringlar, qiziqtirib bir-birlaringga qiyomat qilaverasizlar. Endi hali ko'karib ketib, yana ham bundan ham yaxshi bo'lib ketsa, zakot ehsonlar qilib turamiz inshaalloh. Hozir ham qilamiz. Bu foydali bo'ladi-da deyman, u pul olmaydi-yu, bunday podpiska bo'lib, layklar bosib, ha. Klientlar ko'payishiga sababchi bo'lib qolaveringlar. Mana obunachilar hammasi bo'lgan-u, bo'lmaganlar ham obuna bo'lib qo'yaveringlar, laykni bosib, kommentni bosaveringlar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Sabab yo'q qolasizlar, sizlar ham kelaverasizlar. Yangiliklar full ko'ryapsizlarmi? Hamma yangilikdan bor.